Agarda sizning farzandingiz 10 yoshdan oshgan bo'lsa, bu videoni aynan siz ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda 10 yosh yoki bo'lmasa undan yuqori bo'lgan bolalarda kuzatilayotgan eng xunuk holatlardan biri tishlarning juda ham qiyshayib ketishi bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, bunga asosiy sabab nima bo'lib hisoblanadi? Nimaga 10 yosh dedim? Sababi ko'pincha 10 yoshda bolalarda, yosh ota-onalar, ya'ni 10 yoshli farzandlari yoki undan 1-2 yosh katta bo'lgan farzandlarni stomatolog ko'rigiga o'z vaqtida olib borishmaydi va buning natijasida esa sut tishlar vaqtida tushmay qoladi va buning natijasida doimiy chiqadigan tishlarga joy yetmaganligi sababli ularga juda ham qiyshiq va noto'g'ri chiqish holatlari kuzatiladi va buning natijasida esa bolalarda juda ham xunuk bo'lgan tishlar bilan yoki bo'lmasa jag'lar bilan bog'liq nuqsonlar yuzaga kelishi hozirgi vaqtda juda ham ko'payib ketmoqda. Shuning uchun bunaqa holatlarni oldini olish uchun kamida 9 yoki 10 yoshlarda bolangizni albatta stomatolog huzuriga olib borishingiz kerak va shifokor og'iz bo'shlig'ini, bolangizni og'iz bo'shlig'ini yaxshilab tekshirib, uning qaysi tishlari olinishi kerak yoki bo'lmasa qaysi tishlarni qanaqa holatda joylashtirish kerakligini sizga maslahat beradi va buning natijasida esa siz bolangizga kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tishlar bilan bog'liq qiyshiqliklarni oldini olishga muvaffaq bo'lasiz.